bilsin. Otam davlatimdir, onam jannatim. Assalomu alaykum sayyoh yoshlarimiz. Assalomu alaykum shu xonadonning sohib hamda sohibalari. Barchangizga xayrli kech, xush kayfiyat tilagan holda ayni daqiqalarda bu shukronali ayyomlarni yaqinlar davrasida nabiralar qurshovida nishonlab turgan Gulnora onajonimizni qalbimizdagi qaynoq tilaklarimiz bilan yo'qlab turibmiz. Imkoni bo'lsa onajonimizni davramizni badiiy markazga chorlab qolamiz. Assalomu alaykum onajon, shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Qalbingiz va ko'nglingiz faqat xursandchiliklarga, xotirjamliklarga limmo-lim to'lsin onajon. Onajon, biz Katta Qo'rg'on surpriz loyihasidan sizni fayzli xonadoningizga shukronali ayyomingizni tabriklagani keldik. Bu tashrifimiz kimning nomidan topa olasizmi? Nima deyman, shu bilan farzandlarim, nevaralarim, rafiqalarim. Hammasini birga yaxshi ko'raman. Yuragimda yaqin, yuragim ko'kdagi xolalarni Xudoga qattiq shukr. Iflatjonim, Akmaljonim, Jamshidjonim, Qirolam. Onajon, sizni yuragingiz, siz onasiz. Yuragingiz albatta sezadi. Sizni yaxshi ko'ruvchi, sizni sog'ingan farzandlaringiz Akmaljon hamda Jamshid akalar nomidan, qolaversa barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan sizni shukronali ayyomlaringizni tabriklagani, qutlagani keldik. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib yurish nasibingiz aylasin. Kelishimizdan oldin opalarimiz bilan suhbat qilganimizda opajon, onajoningiz bilan dadajoningiz qanaqa insonlar, biz dadajoningiz bilan ayajoningiz nimalar deb ko'nglini ko'taraylik, nimalar desak xursand bo'ladi dadajoningiz bilan ayajoningiz deganimizda farzandlaringiz sizga shunday ta'rif berdi: onajon, otajon. Dadajonim bilan ayajonimni dunyoda tengi yo'q insonlar. Ularni juda yaxshi ko'ramiz. Ularni mehrini oldida biz hech narsa emasmiz. Dadam bilan ayamni oldidagi qarzimizni, farzandlik burchimizni hech qachon ado etolmasak kerak. Dadajonim bilan ayajonim biz uchun suv kelsa simirdilar, tosh kelsa kemirdilar. Bizlar uchun hamma narsaga chidadilar. Umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Endilikda bizga o'z mehrini berib, endi bizni farzandlarimizni suyyaptilar. Bolamni bolasi deb bolajonlarimizga bor mehrini beryaptilar. Duogo'y dono sorponlarimizni duolari tolmasin, umrlari uzoq, tanajonlari sog' bo'lsin deb farzandlaringiz nomidan sovg'alar chiroyli bo'lsin. Allohning yetti mo'jizalaridan biri Qur'oni Karim quvlavlari. Umringiz uzoq bo'lsin otajon. Bu Qur'oni Karimni ustozga o'qib chiqing. Alloh sizga yuzingizni yorib, yo'lingizni oq qilib, tabarruklarga chorlasin. Hojatda bo'lib kelish nasib qilsin onajon, otajon. Sog'lig'i muborak bo'lsin, bundan ham yaxshilarni nasib qilsin. Gözlerge kelsin.
onajon, otajon, bu she'rlarni farzandingiz nomidan qabul qilib olasiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Farzandlaringiz ham sizni baxtga omoningizni ko'rib yurishsin. Onangiz yonida bir zum o'tirib, mehrli ko'zlarga bir to'yib qarang. Dunyo ishlarini bir chetga surib, onasi hayotlar, onangiz asrang. Qalbini ham alam qamrab olmasin, yo'lingizni kutib, ko'zi tolmasin, keksaygan chog'ida armon bo'lmasin. Otasi hayotlar, otangiz asrang. Otasi holidan xabarsiz kishi, mazmunsizdir umri, bahor o'qishi, hech qachon tugamas bu dunyo ishi. Otasi hayotlar, onangiz asrang. Onalar poyida bo'lsa gar jannat, ne uchun onaga qilmaysiz xizmat? Onadan ayrilmoq eng og'ir qismat. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Biz uchun hadisdir aytgan har so'zi, dunyoda onaday zot bormi o'zi? Faqatgina quvonchdan yoshlansin ko'zi. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Yelkangizda qo'li hayqirgan shersiz. Otangiz bo'lmasa tuproqsiz, yersiz. Joningiz og'risa onajon dersiz. Onangizni asrang. Onasi borlar, otangizni asrang. Otajonisi borlar, umrlaring uzoq, tanijonlaring sog' bo'lsin. Xonadonlaringiz har doim fayzu baroga, xursandchilik arimasin. Onajonimni bugun shukronali ayyomlari, unutilmas daqiqalari, yaqinlari, qizlari, qarindoshlari yuragidagi tabriklari bo'lsa marhamat. Singlimni xonadoniga xush kelibsizlar. Gulnoramning to'yligiga endi yuzlariga kirsin. Biroq baxtli bo'lsin. Onajonlarim bu shaharsi kelinlar bilan nevaralarim o'zlaridan ko'payib, hammasi sog' salomat bo'lsin. Ilohim, gulnordan sog' bo'lsin. Niyatim xolisdir, sog'ingiz doim. Istagan orzuga yetgin iloyim. Bu yo'lda qo'rqma, chekma aslo. Senga panoh bo'lsin, yolg'iz Allohim. Atirgul yig'laydi, ko'z kelmasindir. Insonlardan yuz burmasindir. Men esa sizlardan so'rayman faqat, shunday jigarlarimga ko'z tegmasindir. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat onajon, chiroyli tilaklar, niyatlar uchun chiroyli tilak istaklar sizga ham hamroh bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin sizga ham. Marhamat. Assalomu alaykum. Qarindoshlarim, sizga ham rahmat deganlar uchun. Oyijon, dadajon, vaqtingizni doim sog' bo'lsin. O'zingiz aytishingiz. Akalarim nomidan ota-onalarimiz xafa bo'lmaydi bizda. Alloh o'zingizni uzoq bo'lsin.
boshlangan bahor bayramlaring muborak bo'lsin. Yangilanish, yosharish albatta yaxshi kayfiyatda, yaxshi niyatlarda olib kelsin. Tug'ilgan kunimiz maroqli bo'lsin deya sizlarni muzikaga chorlaymiz. O'zlari xursand qilib tashrifimizdan ko'nglimiz to'ladi. Mahsul bo'lsin bugun. Buning uchun sizga katta Qo'rg'onsoy loyihasiga murojaat qiling. Biz sizni shukronali ayyomlaringizda unutilmas daqiqalarni muhrlashga tayyormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Altın ye.